Assalomu alaykum, hurmatli bizni YouTube ishqibozlari, bizni kuzatib turganlar, tasodifan kirib qolganlar va bizga obuna bo'lganlar. Doim kuzatuvchilarimiz, sog'misizlar, omonmisizlar. Borlaringga shukr. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Shirinsuv qishlog'ida o'z ishimizni davom ettiryapmiz. Ishlarimiz mana bunaqangi qumshuvoq jarayoni. Qumshuvoqimiz hozirgi kunda 35 ming so'm, 40 ming so'mgacha bo'lyapti. Bu yerda to'g'risini aytaveramiz. O'zimizga qarashli inson bo'lgani uchun 30 ming so'mdan qilyapmiz. Operatorimiz begona inson emas, professional operatorlarni olyapmiz. Hozir shuning uchun bir ajoyib bir hayajon bor, qadrdonlar. Bu shuvog'imiz hozirda podpravila bo'lyapti. Padmayak bor, pajilka bor. Bu devorimizning holati shunga gapirganim uchun shunaqa qilib chiqarib berdik. Xizmatimiz O'zbekiston bo'yicha. Dunyoning turli chekkalariga ham borishga qurbimiz yetar, lekin O'zbekistondan chiqmay qo'ydik. Bu yoqqa ishlarga bular urdik. Bu yog'ini shuvoq qilyapmiz. Xullas biz 200 kvadrat atrofida shuvoq qilyapmiz. Kimgadir mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 91lik 144 62 66. Bitta atrofni ko'rsatib olasiz operatorlarga. Bizning xizmat jarayonlarimiz shundan iborat. Boshqa xizmatlar ham beton quyish, g'isht terish, shilaka bilan, xullas patkulish. Ruschasiga aytganda patkulish deydi. Noldan boshlab to patologik tomigacha xizmatlarimiz mavjud. Kimgadir shunaqa ustalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 91lik 144 62 66 yana bir marta qaytaramiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Rishton tumani Cheknasirdan qishlog'i. Mana shunaqangi usta qidiryap turgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'lasizlar, like, podpiska. Hammasini kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.